Aka, sizlar prosta tushib berasan dedinglar-yu. Dunyodagi eng katta aeroport qayerda? Dubayda. Amerikada. Yo'q. Istanbulda. Juda ham tez rivojlanayotgan davlat Singapur. deyarli rivojlanib ham bo'ldi. Yaponiya. Berlin. Xitoyda, Pekinda. Pekinda. Chaqaloqlar odatda qancha uxlashadi? 18 soat. 18, to'g'ri. Kompyuterning hayvon nomi bilan ataladigan qismi? Sichqoncha. To'g'ri. Gretsiyaning poytaxti? Qattiq? Gretsiyaning poytaxti. Men bilmayman. Men ham bilmayman. Afina. Qora oltin deb nimani atashadi? Neftni. Neft, to'g'ri. Burj Xalifa qayerda barpo qilingan? Dubayda. To'g'ri. Nechinchi yil barpo qilingan? 1992-yil. Yo'q, yo'q. 91. Yo'q. 90. 21-asr. 2009-yilda. Burj Xalifa binosi ichidagi Chang'i parkka qancha qor olib kelingan? 4 tonna. Tonnadami? Ha, tonnada. 4 tonna. Ancha ko'proq. 24 tonna. 48. 44 tonna. 30 tonna qor olib kelingan. Endi Ishtirokchi aytmoqchi bilarmidingiz? Endi aytmoqchi.